Raspakowkachek. Bo'tga kirdik. Bo't bu Angliyada kichkina xullas kosmetika, dori, shampun, nima holatida yengishli narsalarga. Hozir raspakovka qilamiz. Birinchi olgan narsam darosh bizayni toneri. Bunga peeling effektini berar ekan. Qora tochkalar olar ekan. Las попробуем ko'ramiz. Keyingisi ibuprofen. Yarim oldim manimcha. Va konditsionerim qolmagan edi. Senga mana shampunini oldim, konditsionerini oldim, pastiki. Sizga Xitoy pasta Oral-B. Srasta oldim chochimga. Bu gal sal suzliroq rangini oldim, tomlidan. Bu naturalniy cool iridescent very light brown. Really kerak ekan. Bitta oldim. Ikki safar olgan edim. Fitno sovuq qoldi. Olib qolsa ham ko'p surib bir qatom qilamiz. Tabiatda. Keyingisi shotkalarimni yengillashim kerak. Menimcha shu qovog'imga allergiya berayotgan bu eski shotkalarimiz kerak. Hozir yuvaman, dezinfeksiya qilaman. Baribir eski shotka, наверное, eski shotka. O'shanga Real Technique'ga shotkasini oldim. Keyingisi paracetamol. Tangda ibuprofen bilan paracetamol juda foydali. Dushga naqa sovuq, jiddiy sovuq. Oldi, narsa fraksiya bizda yechib ketdi. 81 funt 02 ketdi.